Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi Shtambovka darvozamizni Tojikiston Respublikasiga olib kelib o'rnatdik. Darvozamizni ko'rib turganingizdek juda chiroyli chiqqan. Gold sveta nerjivkalarni yopishtirib berganmiz. Bosmali darvoza desa ko'pchilik tushunadi buni. Bu darvozamizni kvadratini 700 ming so'mdan olib borib uстановka qilib beramiz O'zbekiston barcha viloyatlariga, qo'shni davlatlarga kelishuv asosida. Darvozamiz metallariga keladigan bo'lsak, bu listlarimiz stenkasi 1.2-1.3 stenka atrofida bo'ladi. Profillarimiz 7 kvadrat 700 ming so'mdan 1.2 stenka, yondoq qismlari 1.5 stenkada ishlab beramiz. Tayrlari shuylar bo'ladi. Uchkalarni qo'yib qaytik fasonda qilib berganmiz. Darvozamiz juda chiroyli, nejniy bo'lib chiqdi mana. Darvozamiz rangi ham matvi mokri sepilgan. Matvi rangi ham juda ajoyib chiroyli chiqadigan ranglardan biri. Aytib o'tamiz, darvozamizni kvadrat metri 700 ming so'mdan. O'zbekiston barcha viloyatlariga. Kimda shunaqa budjetli variant darvozalarimizga qiziqish bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz doim ishlab turadi.